Abdulloh Chatli Turkiya siyosatining soyada qolgan, ammo har bir kuch o'yini ortida izi bor afsonaviy figura. 1956-yilda Nevshehirda tug'ilgan bu inson rasmiy tarixda millatchi faollar orasida yuradi. Ammo norasmiy tarix uni razvedka, mafiyaviy tarmoqlar va maxfiy operatsiyalarni boshqaruvchi shaxs sifatida eslaydi. U 1996-yil noyabrda Susurlik yo'lida sodir bo'lgan mashhur avariyada halok bo'ldi. Bu voqea Turkiya siyosatini ildizigacha titratgan chuqur davlat tushunchasini dunyoga chiqardi. O'sha Mercedesning bagajdan topilgan yashil diplomatik pasport, NATO tamg'ali qurol, maxfiy xizmat guvohnomalari va yirik miqdordagi dollarlar, bularning bari uni oddiy jinoyatchi emas, balki davlatning yashirin qo'li sifatida ko'rsatdi. U 1970-yillarda Bo'rilar harakatining faol a'zosi bo'lib, 1978-yilgi Baxshilivlar qirg'inida 7 chapqanot talabani o'ldirishda gumon qilingan. Fransiyada 10 yilga hukm qilingan, ammo 1990-yilda Shvetsariyadagi Bastadel qamoqxonasidan g'oyib bo'lib, keyinchalik Mehmet O'zbay nomi bilan Turkiyada qayta paydo bo'lgan. Shu davrda u MIT bilan bevosita ishlagan, asaliga qarshi yashirin operatsiyalarda qatnashgan va ayrim manbalarga ko'ra maxfiy topshiriqlarni bajarish uchun rasmiy pasport bilan ta'minlangan. Susurlik halokati bu tarmoqni butunlay ochib tashladi. Mashinadan topilgan qurollar, 7 xil o'q-dori, maxsus xizmat guvohnomalari va davlatga tegishli hujjatlar, bularning bari Turkiyada siyosatchilar, politsiya va mafiyaning o'zaro bog'lanishini isbotlagan dalillar bo'ldi. Parlament komissiyasi tergov boshladi. Ichki ishlar vaziri Mehmet Ag'ar iste'fo berdi. Lekin Chatlining o'limi bilan birga ko'plab sirlar ham dafn etildi. Uning moliyaviy izlari ham sirga burkangan. Ayrim Yevropa tergov hujjatlarida orqali o'tgan mablag'lar 60 million frankni tashkil etgani aytiladi. Shvetsariyada O'zbay nomi bilan ochilgan hisoblarda 4,3 million dollar atrofidagi mablag'lar aylanib yurgani qayd etilgan. Fransuz maxsus xizmatlari bu hisoblarni norasmiy operatsiyalarni moliyalashtirish manbasi deb baholagan. Bu mablag'lar Turkiyada ayrim maxsus topshiriqlar uchun ishlatilgani haqida ham iddaolar mavjud. 2000-yillarda Kurtlar vadisi serial chiqqach, turk o'g'illari va siyosiy sharhlovchilar Po'lat obrazining real hayotdagi ilhom manbai aynan Abdulloh Chatli ekanini ta'kidlay boshlashdi. Serial mualliflari buni rasmiy tasdiqlamagan bo'lsa-da, eski MIT xodimlari, jurnalistlar va siyosiy tahlilchilar bu o'xshashlikni bejiz emas deb bilishadi. Po'latning davlat uchun qonundan ustun turuvchi uslubi, jinoyat olami bilan yashirin aloqalari va mafiyani milliy xavfsizlik foydasiga boshqarish strategiyasi aynan Chatlining hayotiy modeli bilan mos tushadi. Hatto serialdagi ayrim sahnalar, davlat uchun qonunlardan ustun qarorlar, maxfiy operatsiyalar, siyosiy qotilliklar Susurlik voqeasining dramatik talqiniga juda o'xshaydi. Bugun ham Chatli haqida gap ketganda Turkiyada ikki qarash mavjud. Kimdir uni millatni himoya qilgan yashirin qahramon deb biladi. Kimdir esa davlatni jinoyatchilik bilan aralashtirgan qorong'u figurant deydi. Ammo bir narsa o'zgarmaydi. Po'lat Alemdar afsonasi orqasida turgan ruh, uslub va mentalitet aynan Abdulloh Chatlining hayotidan o'tgan izdir.